Assalomu alaykum. Xo'p, mana bizda yana elektrodvigatel постоянного тока, ya'ni o'zgarmas tok kuchida ishlaydigan dvigatel. Xo'p, bizga kollektor remont qilib bering deb tashlab ketishdi. Kollektor sosteniyasini ko'rdik, juda ham achinarli holatda. O'zingizlar mana guvoh bo'lishingiz mumkin. Korpusga nisbatan kollektor tekshiramiz. Ichidan даже olov chiqib yonyapti. Bu degani juda ham achinarli holatda. Juda achinarli holatda. Xo'p, xohlasa buni obmotkalarini yechib, kollektorlarini yechib, zavod holatigacha tiklashga harakat qilamiz va ishlatib yurg'izib beramiz. Egalariga soz holatda ishlatib tekshirib beramiz.